Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmeler. Yeni bir katımlık uçuk söhbet programımızdan alayida sani görüşünlerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalqun. Kadirli görürmelerimiz, hemen ma'lum bo'lgandek, yıllardan buyon devam kılayotgan programımızda milletimiz içindeki her xil sahada, mayli siyasi saha bo'lsin, dini saha bo'lsin, avangard şahitlerimizni pat-pat teklif qilib, xilma-xil mavzularda söhbet qilib kelyapmiz. Bugün şunun cümlesini huzurunuzda oturuptuk. Programımızı alayida sandık. Çünkü ma'lum bo'lgandek, Türkiye'de ve hatta Avrupa, İslam dünyasında yıllardan buyon aktif hizmet qilib kelayotgan, hizmetlerini milletimiz yaqindan ko'zib kelayotgan Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligining yangi bir idora hay'ati shu yaqinda o'tgan 29-30 iyul kunlari Sharq Turkiston Ma'rif hareketiniki Shura hay'ati yig'ini ochildi. Arqadan 2 Avgustda Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligininki yangi idora hay'ati saylanib, hizmetler taqsim qilinib, qaytadan bu davoni kuchli bir shaklda elib borganligini e'lon qildi. Xabarlarimizda berdik. Yaqindan buyon shu 5-6 oydan buyon albatta chiqqan ishlarni bilasizlar. Shunga albatta tabriklarım kelyapti. Shunga bu yangi idora hay'atininki raisi hürmetli Nur Muhammed Türkistani efendim teklif qilib, bugün şu teşkilatның bundan keyingi hizmetleri hakkında tafsili söhbet qilish uchun huzurunuzda o'tirdik. Aldı bilan qimmatli vaqtdan chiqarib qadam tashrif qilganligi uchun ko'p rahmat aytamiz. Bizmi xoş bulduk, memnun bulduk. İstiqlal Mediasınınki barliq programlar xizmetlerine muvaffaqiyat tilaymiz. Allah razı olsun. Qadrli görürmelerimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız orqali tarqatilyapti. Ekran aldı chiqib turayotgan numarimiz shunaqla ijtimoiy fikr vositalaridagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador hem tashkilotning bundan keyingi tashkilotdan kutadigan arzu umidlaringlar bo'lsinmi, yozishinglarni umid qilamiz. Albatta buni bu xalqimizning kelgan har bir inkas talablarga quloq soladiganligiga ishonamiz. Yangi idora hay'atiniki shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizniki ko'rish uchun programmani hem baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Unda qolsa hurmatli rais boshlab ketsak suhbatimizni. Aldı bilan yuqori deganimdek bu ikki saylamni boshdan kechirdinglar. Hem Ma'rif hareketi, Sharq Turkiston Ma'rif hareketininki Shura hay'ati tayinlandi 11 kishilik saylanib u yerda chiqib, onun keyindan Tashkilotlar Birligining saylan bo'lib, siz yangi rais bo'lib saylandingiz. Albatta aldı bilan istiqlol bo'lish suhbatimiz bilan yangi vazifangizni tabriklaymiz. İnşallah bundan keyingi qilgan xizmatlaringizda muvaffaqiyat tilaymiz. Milletimiz uchun xayrli ishlarning vujudga chiqishi uchun. Allah razı olsun. Shunga boshda shu Sharq Turkiston Ma'rif hareketininki bu 11 kishilik tayinlangan Shura hay'atidan boshlab sözümle başlasam deb o'ylayman. Bu yerda sizlar saylan bo'lgandan keyin bizning xabarimizda berdik, e'lon qilgan bayonotinglarda 11 kishilik Shura hay'atining hareketining eng oliy organi, ya'ni Ma'rif hareketining ostidagi bütün tashkilotlarning eng oliy organi ekanligini e'lon qildinglar. Sualim, bu organning bundan burunqisi hamda yangidan tashkillangan bu organning burunqisidan farqi nima? Nima ishlarni qiladi? Agar maxfiy bo'lmasa ismlarini desangiz bo'ldi. Şunundan başlayan olsak, merhamet. Bismillahirrahmanirrahim. Aldı bilen dünyanın ayqız yerlerde programı arqılıq özgürleşken muhterem qarindoshlarımızga salamımızı yollaymiz. Ondan keyin şu yaqindan beri Türkiye'ni merkez qilgan Sharqiy Turkiston Tashkilotlar Birligi Ma'rif jamiyati qatorliq yillardan beri xizmat qilib kelayotgan sohadagi nurg'unlagan ilg'or sahibelerni açkan bir teşkilatның yakında bu yo'llanma şu 2025 yılının yıl 5'inden tartib ichki qismi yuz bergan bir xil krizis ahvoli, ya'ni bu deymiz kutilmagan ahvol deyilsimi bo'ladi, ammo krizis deb atash umumlanganligi uchun ichki krizisni yashab kelganligimizni bu jarayonda xalqimizga, millatimizga keltirib chiqargan fuqishmaslik, ko'ngilsizlik va shundaqla bunun bo'lgan xato tushunchalarga aldı bilan biz o'zimiz bilan ve şundaqla millet aldaki bir mesuliyetimiz bilen cevap verişini başlayayım. Allah halisa
qarindoshlarım, tashkilot rahbarlari, vatandoshlar va shundaqla dunyoning har qaysi joylarida mushu da'voga ko'ngil bo'lgan taraflarga bu yerdan chiqqan ijobiy bir natija bilan va bundan keyingi planlangan yaxshi xizmat tartiblari bilan huzuringlarda o'tiribman desam ortiqchilik qilmaydi. Xo'sh. Shunlashqa birinchi qatimliq ifodamiz albatta tabassum, mamnuniyat va shundaqla ijobiy ko'z qarash bilan boshlansa degan bo'lamiz. Sharqiy Turkiston ma'arif harakati albatta yillardan beri bo'libmi bizning tuproqimiz bo'lgan ana vatanimiz Sharqiy Turkistonda 1933-yil qurilgan Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatiningki davlat prinsiplari, ana jamiyat asoslari va shundaqla davlat yurgizish usullariga hurmat qilgan shu fikriy ideologiyaning, ya'ni islomiy va milliy qimmat qarashlarimizni markaz qilgan bu fikriy ideologiyaning muhojiratdagi bir timsoli bo'lib kelayotgan Sharqiy Turkiston ma'arif harakati nomida va shundaqla Sharqiy Turkiston ma'arif jamiyatining ijroligida va keyingi kunlarda Sharqiy Turkiston tashkilotlar birligi deb kengaygan shaklda ilib berilayotgan bir xil universal bo'lgan bir qurilmaninki bir ko'rinishi desak eşik ketmaydi. 20 yilga muqaddam qo'ydi. Rasmiy Turkiyada qurilgandan tortib, ma'arif dernegi qurilib 2006-yildan tortib hozirgi kungacha mayli tashkiliy nuqtadan bo'lsin, mayli fikriy nuqtadan, shuur nuqtasidan bo'lsin, Sharqiy Turkiston ma'arif harakati ana yetakchilik organini bo'lib kelgan. Chunki bu ma'arif harakati nuqtalda fizikal bir shaklda qurilgan bir tashkiliy qurum emas, yoki bo'lmasa oddiy bir dernek shaklda qurilgan emas, balki o'xshash fikrdagi va yillardan beri Sharqiy Turkiston xalqininki mustaqillik yo'lidagi va mustamlaka qolgandan keyin mustaqillik orzulari bilan mujassamlangan amaliy harakatlar, Xitoy qarshi mujodala va shundaqla chet ellarda davom qilayotgan avlodlar qoldirgan milliy kimligimizningki eng yorqin bir shakli bo'lib davom qilib kelaverdi. Bu Sharqiy Turkiston ma'arif harakati degan chog'da qarindoshlar balkim bu qandaq gap ilgari chiqmagan deyish mumkin. Bu ilgari chiqmagan emas. Ma'arif harakati o'zininki tartibini tartiblash, jamoatchilikning ichida nufuzlashish va shundaqla o'zining harakat bu yo'llarini davom qilish jarayonida marhum Abdulhakim Maqsumajim rahmatlik, Alloh o'zining marhamatini ko'rsatsin va shu yenida o'rin olgan vatanparvar, millatparvar bu islomiy va milliy kimligimizningki bu haqiqiy qimmatlariga chin dilidan ko'ngil bo'lgan, yuragidan suyungan barliq ustozlar, cho'nglar va bu yerda amaliy fidokorlik ko'rsatgan jasoratlik bir bo'g'inninki o'zaro bir yerga kelib, bu millatning bu haqiqiy kimligini saqlab qolish jarayonini ko'rsatgan orzu armonlari bilan yuksalgan va shundaqla avlodlarni amaliy harakat bilan tarbiyalab chiqqan bir harakat deb atasak to'g'ri bo'ladi. Keyin buning tarkibidagi Sharqiy Turkiston ma'arif va hamkorlik jamiyati nomida qurilgan bu jamiyat shakli bu haqiqatan qurumsallashgan davlat va tashkiliy qurumlar, shaxslar va taraflar bilan ijtimoiy, siyosiy va madaniy aloqasini saqlash uchun qurilgan jamiyat tartibi hisoblansa, undan keyin ma'arif jamiyatidan shaxlanib chiqib va kengaygan va bu Turkiyadan alqagan Yevropaga va boshqa jo'g'rafiyalarga kengaygan tashkiliy qurumlar bilan bo'lgan o'zaro ichki birlik, fikr birligi, zihniyat birligi, ideologiya birligi va shundaqla ko'z qarash birligini saqlagan asosda tashkillangan xalqaro Sharqiy Turkiston tashkilotlar birligi shakllangan edi va aktiv xizmatlarni qilib keldi. Bu sahifalarda dunyoning har qaysi qarindoshlarimizdanki amaliyotda bunga eng yaxshi bir ta'bir beraydiganlar biz ishimiz. Ya'ni 20 yillik bir mavjudiyatning o'zilam, 20 yilning o'zi qilib kelayotgan xizmatning o'zilam bizga berilgan ta'bir deb qarasam xatolashmayman. Bu yaqinda, ya'ni 2025-yili 7-oyning 29 va 30-kunlari Istanbulda tashkillangan ma'arif harakatiningki qurg'uchi a'zolaridan tortib, keyin bu da'voga o'zininki öz mayilligi, erkin fikri va shundaqla buning bo'lgan qo'g'dash bu amaliy fidokorlik bilan qo'shilgan taraflarningki ishtirok qilishida bir alayda bir yig'in chaqirtildi va shundaqla buni istishora hay'ati, ya'ni ma'arif harakatiningki navbatdagi vaziyatini qayta ko'rib chiqish, nizomnomasini qayta ko'rib chiqish va shundaqla ichimizda yuz bergan krizislarni o'z ichimizda hal qilish va hal qilingandan keyinki jamoatchilikka bo'lgan xizmatimiz va bu omonatni qanday yukizda texnimi yaxshi bo'lgan shaklda yurgizishga planlash, ya'ni strategiyamiz holatida bu 2 kunlik yig'in tashkillangan.
Bu yerga qatnaşgan barliq a'zolarimiz odatdagi odamlar emas, balki mushu yillardan beri ma'rif harakatining mushu Sharqiy Turkistonning islomiy va milliy kimligini muhojirat saqlash, qo'g'dash va ijro qilishga aktiv to'p qo'shgan taraflarninki ishtirok qilish bilan bo'lgan. Ham bu yerda bu dastlabki qitimda biz bu shura hay'atininki nomzodligini garchi tashkillangandan keyin shura hay'atininkini e'lon qilgan bo'lsak-mu, ismlikni biz bermagan. Chunki bu bir harakat. Ya'ni bu tashkilotning ichida xizmat qilgan emas, tashkilotlarninki va ijroiyatning hammasiga boshdan yetakchilik qilgan, nazorat qilgan va shundaqla bu taraflarninki ishtirok qilishi, qatnashishi bilan ma'arif harakati, ya'ni Sharqiy Turkiston milliy mustaqillik harakatininki plan ijroiyatlarini yuqori yuksak holatda bir ideologiyaga markazlashga harakat qiladigan taraf bo'lganligi uchun biz buni tashkiliy qurum shaklida e'lon qilmagandik. Ammo bugungi qarindoshliklar ham merak etyapti deymiz, ham bundan bir narsa umid kutayotganligi uchun biz buni deymiz. 11 kishilik shura hay'ati, ya'ni eng oliy huquqliq organi ma'arif harakatininki mayli qaror elish, yuqori darajalik bu fikr birligi va shundaqla ishimiz chiqqan krizlarga darrov unum qo'llanish maqsadlari bilan bu shura hay'atininki tashkillanishi barliq keldi. Bu yerda aslida 13 tal biz a'zoga bilet tashlanib u saylangan edi. Keyin ikki qarindishimizningki o'zining hozirgi vazifasi o'xshashlam shu ma'rif harakatining ichidagi tashkiliy qurumlarda ag'a vazifasi va xizmat xarakteri sifatlik ularninki buning ichida biz yandan boshqa holatda xizmat qilamiz deganlik uchun 11 kishi muqimlashgan. 11 kishining orasida erkin saylam ovoz berish orqali bu harakatningki rahbari va shundaqla boshqa vazifa taqsimotlarning hammasi ikki qism taqsimlangan. Bu 11 kishini biz yushirin emas, yillardan beri shu davlatning, millatning manfaatiga bu muhojiratdagi Sharqiy Turkiston milliy mustaqillik harakatininki eng namuna va eng yorqin bir imajlar yoki shu sifatdagi insonlar bo'lganligimiz uchun oshkor qilish biz uchun bir maxfiy qolgan ish emas. Yillardan beri ma'rif harakatining ichida oldingi safda xizmat o'tagan va shundaqla marhum ustozimiz Abdullahakim Maqsum hojim ba davrlardami bu ma'rif harakatiningki oldin qatorda o'rin qilib to'hfa ko'rsatgan ustozimiz doktor Abduxoliq Uyg'ur bu shura hay'atininki raisligiga yushirin ovoz bilan mutlaqo ko'p sonliq ovoz bilan saylandi, ham eng yuqori nomerga nomzodlikqa erishganmi shu qarindishimiz bo'lgan bo'ldi. Undan boshqa bu yerdagi bir yangi bir nima bu qurilmadagi yangilik bo'lsa-mu, amaliyotda bu mavjudiyat bo'lgan ma'arif harakatiningki shura orqali boshqarilgan narsaga yangilik emas. Yillardan beri bu amaliyotda bu ijroiyatimiz mavjud bo'lib kelgan. Bu ijroiyatimizni bu qatim rasmiy qog'oz yuziga chiqish orqali har bir odamlarningki o'zininki buningda qo'shilgan to'hfalarga oshkorlash yuzidan hammasiga nomzodlikni oshkor qildik. Undan boshqa 6 dona shura a'zosi, ya'ni bu bosh qaror chiqarish organininki 6 a'zosi chet eldan. Bu yillardan beri chet ellardagi Sharqiy Turkiston milliy mustaqillik harakatiga, Sharqiy Turkiston milliy kimligimizga sahib chiqqan bu to'hfikor ustozlarimizdan Avstraliyadan Shayx Abdusalom olim, Saudiya Arabistondan Sirojin Azizi ustoz, Shvetsiyadan Umar Mahsum, Gollandiyadan Ubul Qosim Qorim, Avstraliyadan Nur Muhammad Abdulmajid, bu Finlandiyadan Muhammad Ali Qorim Damullam qatorliq 6 chet eldan tashkillangan a'zo va shundaqla Abduxoliq Qorim boshlig'idagi ayollar xizmatiga to'p qo'shib kelayotgan Munavvar o'z Uyg'ur xonim va shundaqla mayada yillardan beri harakatning ichida yoshlarning orasida o'rin olgan o'zimizningki eng suyumli avlodimiz va hamda marhum Maqsum akamning o'g'li bo'lgan doktorlik o'qiyotgan Abdusalom Taklamakan qarindishimiz. Undan boshqa yana jamoatning ichida shu yillardan beri xizmat media tashviqot xizmatida yetakchi o'rinda kelayotgan Istiqlol medianinki yetakchisi doktor Abdulvaris Qo'tan. Undan boshqa shu ma'arif harakatiningki chet eldagi boshdan oxir bo'likiga ham shohid, hem tühbükar hem vazifede o'tgan hurmatli mo'tabarlarimizdan doktor Ataullah Shahyar olup bu 11 kishilik hay'at saylanib chiqildi. Bularning ichida harakat mexanizmi degan joyda bir taraf bilan boshqarish emas, shu 11 shuraninki, 11 shura hay'atininki o'rtaq muzokirasi
bir adamning degan gapi bir adamning degan gapi hisob emasligi tugadi. Bir adamning gapi hisob bo'ladigan narsaga xotim berildi. Mana bu amaliy islohotning birinchi qadami desak bo'ladi. Ko'p ovozlik bilan e'lonlangan qarorga hamma taraflarning hurmat qilinishi talab qilindi. Hamda bu narsa tunji qitim shu istishora heyetiga 2 kunlik yig'in qatnashgan barliq ishtirokchilarningki amaliy shu o'zininki o'z ixtiyorligi bilan aramizdan saylamdan burun o'rta qo'ygan saylamdan qanday shakllangan bu shuraga o'zimizning mutlaqo himoyamiz, qo'llashimiz va sevgimizni ko'rsatamiz degan ahdnomiz bilan chegarligimiz uchun bu deyatdimi majburlash, zo'rlash yoki bo'lmasa tavsiya qilishdan halqilgan o'zini ko'rsatish va shundaqla o'zininki iqtidori, sadoqati, samimiyati va layoqati degan shu 4 kategoriya bo'yicha bu insonlarning tanlanib chiqqanligini biz o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Hamda bu yushirin ovozdan chiqqan natija bo'lganligi uchun bu Allohning bizga qilgan bir iltifoti deb tunagan bo'ldik. Aldı bilan shura heyetininki bir a'zosi bo'lish va shundaqla shu shura heyetini tashkillash jarayonida xizmat qilgan barliq taraflarga rahmatimizni bildirish bilan birga bunu shura heyetininki ma'arif harakatininki tashkiliy qurumlarninki eng oliy huquqli organi bo'lganligini mushahada jakalaymiz. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat inshaalloh utuq tilaymiz albatta. Endi hurmatli Nurmuhammad Turkistoniy efendim endi shu e'lon qilgan yana shu bayonotinglardan davom qilay. Ma'rif harakatining qimmat qarashlari, prinsiplari va yo'l xaritasini qaytadan ko'zdan kechirilganligi aytilgandi. Ya'ni bu nimadan derak beradi deb bir savol chiqarsak bu yerda. Bu eng muhim nuqtasi mushaga kelamiz. Yillardan beri ma'arif harakati degan chaqda qarindoshlarning qarshida sadece Turkiyada qurilib qolgan ma'arif tashkiloti, ma'arif dernigi deb xato tushunish bor. Bu biz 1933-yil qurilgan Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatiningki 4 tane davlat kimligi bo'lgan Islomiyat, adolat, azadiyat, ukuvvat deydigan bu 4 prinsipiga mutlaqo amal qilgan va shu 4 xil prinsipni o'zimizning ijroiy yo'llarimizda, tashkiliy qurilmamizda va harakat prinsipimizga ana ko'rsatgich qilib kelgan tashkilot. Hamda hammamizga ma'lum hozir dunyoda nurg'unlagan o'zgarishlar bo'ladi. Mayli siyosiy ma'nodan elib aytaylik, mayli ijtimoiy qurilmadan tortib, mayli iqtisodiy, ekonomik jihatdan bo'lsin, bizga hammadan kuch ko'rsatadigan va hammadan muhim bo'lgan bir halqa Sharqiy Turkistonda kun sari o'zgarayotgan Xitoyning irqiy qirg'inchilik, mustamlaka va yo'qotish siyosatlarida. Buningda vatanning ishida oshkora holda buning qarshi turadigan bir harakat yoki bo'lmasa bir qo'shinning kamchilik bo'lish sababidan chet elda muhojirat yashayotgan islomiy va milliy qimmat qarashlarimizni hurmat qilgan va shundaqla Sharqiy Turkistonning mustaqilligini qo'lga keltirishda hech qanday taraflar bilan bu jihatda murassa qilmay, o'zimizning hurligi, erkinligini qo'lga keltirish uchun eng unumli qazana oladigan va boshqalarga tashviq qila oladigan bu prinsiplarni o'tirib qo'yish bizning ana prinsipimiz. Bu yerda bu ana prinsipimizni hech qachon cheklab ketmaymiz. Ya'ni Xitoy degan tajovuzchi davlatni o'zimizning eng chong dushmani deb qarash, Sharqiy Turkistonningki mustaqil bo'lgan, o'z-o'ziga xo'ja bo'lgan bir davlat shaklida chiqishiga o'zimizning ham hassasini, ham irodamizni qo'shish va shundaqla Sharqiy Turkiston xalqininki tarixiy kimligini, o'zining tarixiy igdorchilik huquqini va bog'lanishini mutlaqo ustunlik qilgan bir dunyoga tunilgan, dunyo qabul qilgan shakldagi davlat sistemimizni bu barpo qilish. Bu prinsiplarimiz bilan bu harakatninki ana prinsiplarini qayta ko'chirib chiqish. Hamda hozir xalqaroda o'zgarayotgan muhojiratlik hayotimiz. Bo'labmi hozir 2024-yili bu Suriya davlatininki vaziyatininki o'zgarishi bilan, ya'ni haqiqiy bir davlat deb qabul qilinishi va Amerikaning prezidenti va Yevropadagi nurg'un allarninki Suriyadagi ilgari qarashda bu ilgari terrorchi bir holatda, terrorchi bir harakatda degandan hozir mutlaqo bir xalqaroda so'z sohibi bo'lgan Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga kirish huquqi bo'lgan va shundaqla boshqa davlatlar bilan diplomatik munosabat qilish o'zining hur irodasiga hurmat qilingan bir davlat shaklida qabul qilinadi. Gerçi bu davlatlar hozir qurilish bosqichida bo'lsa, bizga timsol qilinsa bo'ladi. Ya'ni bizning hozirgi holatimiz gerçi Xitoy bizning o'zimizning bir parchasi deb jarsasimi? Tashkilotlar, sirt yashagan muhojirat qo'shin bu xiyoliy bir utopiyada yashaydi bu xalqlar. Bu mustaqillik qo'lga keltiramiz deb bunday qiladi deb o'zimizning ichimizda yetilgan bu ruhga tuvan baho berayotgan taqdirdami, yanalam bu yuksak g'oyimizdan Sharqiy Turkistonningki haqiqiy shu 4 prinsip bo'yicha islomiyat, azadiyat
ve adalet ve ukuvvet prensipleri qo'llangan mutlaka bir hür devletning qurishga ishonchimizning borligini o'shada yana bir qatim jamoatchilikka o'rtoqlashimiz. Endi bu strategiya yo'nalishlari degan nuqtaga kelgan chog'da strategik yo'nalishlari yillardan beri davom qilib kelayotgan ba'zi qiliplashgan faoliyat shakllari va shundoqla tartib shakllariga qaytadan kuzatib chiqish orqali bu narsani qayerdan xato qildik, bu xato qilgan nuqtamizni qanday qilib o'zimiz ichimizni isloh qilish orqali tadrijiy holda buni mashhurlashgan boshqa o'zimizning Sharqiy Turkiston xalqininki orasida qabullangan shaklga akkilish maqsadlarimiz bilan buni qaytadan ko'rib chiqdik desak, biz mushu darsi deymiz. Qolgan ichki tafsiliy ma'lumotlarni qadam-qadam ijroiy xizmatlarimizda va ilib borgan amaliy harakatlarimizda jamoatlar bilan va tashkiliy qurumlar bilan o'rtoqlashishga biz tayyor deb qaraymiz. Allah razı olsun. Hem de yani şu ciddi kararlar makullandı degan bir ibara var. Bu hem de qaysi türdeki stratejik özgürüşünün bundan keyingi ma'rif hareketinden ko'z tutadi. Bu gerçi bu savolga to'liq javob berishim notayin. Chunki jiddiy qarorning ichida biz hammadan eng yorqin bir shakli mana hozir butkul qarindoshlarimiz ko'z tikayotgan birdan bir masala. Buning ichida chiqqan krizisni qanday hal qila oladi degan narsa. Xo'sh. Biz bu yerda na davlat savjisiga, na saqchi organlarga, na sud mahkamalariga, na biz üçüncü taraflarning murassasi qo'ymay, o'zimizning ichida chiqqan krizisni o'zimizningki mushu tartiblashgan shakli bilan hal qilib, buning chora izlash va shundaqla shu o'rinsiz degan taraflarni o'rindan qoldirish, vazifadan qoldirish va shundaqla vazifaga eng loyiq samimiyati, sadoqati oshgan taraflarni bu vazifaga qayta qo'yish. Mana bu qarorimiz menimcha eng jamoat kutayotgan, umid qilayotgan va merak etayotgan savollarning birisi deb qarayman. Shunlashqa ilgiriki bir odamning vakillik qilgan holatdan jamoat vakillik qilgan shaklga o'zgarishi va qaror olishda bir odamning qarori boshqalarga qarordan hozir mashvarat, ya'ni muzokara orqali buning foydasi, unumi, uzun muddatligi ichida kelib chiqqan xatarlarning hammasini analiz qilgan shaklda bir qaror olish mexanizmining shakllanganligi bu qaror bo'ldi. Ham uning ustiga bu harakatning ichida kimlarning bo'ladiganligi, kimlar bilan bu uzun musofani mangdiganligimizmi bu qarorning ichida ba'zi qismlarni biz bu yerda oshkorlashni to'g'ri ko'rmaganligi uchun biz keyingi kunlarda amaliy ijro etimizda inshaalloh ko'rsatamiz deb qarayman. Ko'p rahmat. O'shada siz yuqori so'zlab o'tdingiz hamda qatnashgan kishilar albatta normal shaxs emas, hammasi yillardan buyon xizmat qilib kelayotgan. Ham bu 50 dan ortiq vakilningmi, mayli chet eldan qatnashgan, mayli Turkiyadan bo'lsin, ko'pinchisi bir tashkilotning mas'ullari yoki shu vazifa o'tayotgan kishilar hamda. Shuna deb qarayman. Hamda nima tashkilotlar birligini hamda bundan keyingi bosqichda a'zo tashkilot qabul qilish, birlikni texnik kengaytirish haqida qanday shart va planinglar bor bu vaqtda? Endi bu jihatda yuqorqi savolning davomiga keldi desam xatolashmadi. Xo'sh. Sharqiy Turkiston Tashkilotlar birligininki 2 avgust kuni Istanbulda tashkillangan erkin saylimi. Xo'sh. Bu bizningki mushu ichimizda ma'rif harakatininki shura heyeti va istishora heyetininki yig'ini orqali ilingan qarorlar, ba'zi tadbirlarninki amaliylash bosqichi shu. Ya'ni bu boshqarish mexanizmininki o'zgarishi ve şundaqla bunun iştirak qilg'ichi a'zo bo'lgan tashkiliy qurumdan tortib shaxslar qish bo'lgan hammasiniki bayatın deb keldim, yana takrorlayman. Bu 3 nokta bek muhim. Bu birincisi sadoqat, xo'sh, ikkinchisi layoqat, uchinchisi samimiyat degan mush prinsipning uchligi bo'yicha ham u qatnashchi tashkilotlarni qayta ko'rib chiqdik. Qatnashadigan, ichiga kirib xizmat qilgan taraflarni qayta ko'rib chiqdik. Bu jarayonda hem ichki islohotning bir qismi, hem de shu qilingan qarorlarning bir amaliy tartib bo'yicha tünügün biz cemaatimiz, idare heyet ve a'zo tashkilotlarning qatnashida yana bir kengaytirilgan yig'in ochgan edik. Bu yig'in jarayonida kimlarning o'rtamizdan qolganligini oshkora jakaladik. Bu iliqi tavsiya bilan sonni ovutish uchun yoki bo'lmasa uning salohiyatini, sadoqatini, samimiyatini o'lchamasdan uning faqat mavjudlik bilan bizning aramizga kirish mexanizmini tubdan o'zgartirib o'tdik. Bu tugadi bu ishlar. Bu tugandan keyin a'zo bo'lg'ich tashkilotlarning hozir mavjud ichida qolganlarning hammasining salohiyati, sadoqati, samimiyati qayta ko'rib chiqildi. Chiqib ketganlarga qo'yilgan bizning ularning o'zining erkinligiga hurmat qilish prinsipimiz, ne ular bilan qarshilashish, ne ularga biz azor berish niyatimiz yo'q. Chunki bu da'voda mush 3 o'lcham mavjud bo'ladi ekan, har kim shu 3 o'lcham bilan
o'zining buning ichiga kirishga layoq to'shamdi to'shmamdi, samimiyati bilan bo'lmamdi degan narsani o'tirib qo'ydik. Qolganini biz Allohga qo'yamiz. Lekin yangidan tashkillangan idora hay'atiningki erkin saylov orqali vujudga kelgan yangi idora hay'atining qurilmasida yillardan bir tavsiya shaklida faloncha rais bo'lsin, chavaq shakldan bu erkin saylov orqali raqobatga tushgan nomzodlik usuli bo'yicha har kim o'zini maydonda ko'rsatsin shakl bo'yicha taraflar o'zlarininki o'zi loyiq ko'rgan nomzodlarni oshkora ko'rsatish va yig'in saylov ishtirokchilarininki yoshirin ovoz berish orqali nomer chiqqan natijaga, saylovdan natijasi sandiqdan chiqqan natijaga hurmat qilgan asosda yangi bir idoraga tashkillanib chiqdi. Bu mu amaliy islohot bosqichininki bir bosqichiga aylandi. Yillardan beri bunda sandiq shaklda saylov qilish qatorli shakllarninki garchiligi Türkiye'de dernekler yoki jamiyatlarninki boshqarish tuzumlari bo'yicha qilingan bo'lsa-mu, yani millatning irodasi bo'yicha qilingan shakli buning qo'shildi desam, buni iftixorlik bilan jakalaymiz va shundaqla chiqqan natijadan 9 kishilik yangi idoraning shakllanishi, raisninki qayta yangidan raisninki maydonga kelishi va shundaqla bu vazifa taqsimotidagi boshqa burunqi mexanizmdan farqli bo'lgan shakldagi taqsimot shakli va boshqa xizmatlarninki ijroitidagi amaliy iqtidorga qarta kimlar bilan qanday yaqinlashish va boshqa qarindosh tashkilotlar millatning vakillari bilan qanday yaqinlashish va fikrlarini qanday qabul qilish shakllari va o'zimiz isloh qilishdan tortib eng oxirgi ulug'vor g'oyamizga yetish jarayonimizda duch kelish ehtimolligi bo'lgan barliq taraflarninki yani barliq taraflarni masalalarning hammasini hech qaysiga rad qilgan emas, hammasiga yo'l qo'ygan shaklda bir qarorlar ilindi bunga. Bu mu ichki islohot va shundaqla shu ma'rif harakatiningki yillardan beri qilib kelayotgan bu 20 yillik amgiginingki texdimi bir shoxlangan, gullangan jamoat bilan texdimi yaqil ko'ngil bog'langan bir shaklga kelish uchun harakat qilganligimizningki amaliy isboti bo'ldi. Xo'sh. Endi mushakkagicha xuloslasak masalanga shu yuqorida so'zlanganlarga asosan Sharq Turkiston ma'rif harakati oliy bir organ shura bo'lish sifati bilan xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi shu ma'rif harakatining ideologiyasi bo'yicha sohada ijroat siyosat qildigan va tashkilotlar birligiga a'zo tashkilotlarning hammasi ma'rif harakatiningki prinsiplari ro'yiga amal qildigan kishilar bundan keyin kirdi bu tashkilotga a'zo bo'lsa-mu va shu asosni nishon qilgan holatda harakat elib bordi deb tushunsak xato bo'lmaydi. To'g'ri, shunday desak to'g'ri bo'ladi. Endi bu yerda xato tushunishlar qolmasin. Shu chuqum ashundalik sharti qo'llanib kiramdi, undan boshqa kiramamdi degan savol chiqib qoldi bu yerda. Qaymoqish qo'yasiz qilmayli. Sharq Turkiston tashkilotlar birligi ma'rif harakatiningki faqat fe'liy ijroisi shakllangan bir qurum. Buni menda tushunsak bo'ladi. Bu hamma ishni ma'rif harakatining hamma xizmatlariga butunlay 100% vakolatchilik organi emas. Ammo vakolatchilik, nazorat, boshqarish, qaror chiqarish organimiz o'zimizningki Sharqiy Turkiston ma'rif harakati shura hay'ati. Shura hay'atiningki o'zining tavsiyasi, nazorati va shundaqla fikriy birligidan kelib chiqqan amaliy harakat ijroiyatiningki ba'zi qismlarining ijroiyati xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligininki boshqarishida bo'ladi. Va shundaqla buningdan keyin yana o'xshashlam bizning bu yerda ma'rif harakatiga o'zininki hassini qo'shishni xohlaydigan va fikr jihatda o'rtoqlarni xohlagan taraflar bilan biz yuqorida degan 3 ana prinsip asosida birga o'tirishga biz o'zimizning hozirligimizni deymiz. Ya'ni sadoqat. Bu degan birinchisi vatan millatninki haqiqiy davosiga sadoqatlik nuqtasi. Layoqat nuqtasi bu ishni qilgan tajriba, uning iqtidori va uningki yillardan beri qilgan xizmatdagi to'pisi. Samimiyati bu masala insonlarninki chirib qo'yishlardan alolab ketgan masala emas. Buningga mutlaqo ishongan bir qo'shin g'alaba qiladi. Samimiyat bir-birisiga bo'lgan samimiyat, qarindoshlar orasida samimiyat, orasida bir xato qilgan bo'lsa, uning eng to'g'ri shaklda qaror chiqarilgan bir samimiyat ustiga qurilgan hamkorlikqa bizningki yana qarindoshlik maydonimizning uchuqligini eskartib o'taman. Xo'sh. Endi hurmatli raisim shu tashkilotlar birligining saylan bo'lib siz rais bo'lib saylanganingizdan keyin rahbarlik hay'atiga ko'plagan yoshlarni tayinladingiz. Bu o'zgarishlar sizda qanday umidvorlik va andisha
paydo qiladi. Chunki bu suratga qaragan vaqtimizda cho'nglar hali ravrs yoshlashdi. Nayt yoshlarimiz vardı. Bunda hem umidvorlik bo'lishi mumkin, ham bundan keyingi xizmatlarda ba'zi andishlaringiz bo'lishi mumkin. Yetarli siz ko'zlagan maqsadga yeta olamanmi degandek. Oldi bilan o'zimdan tavsiya qilsam, bir tashkiliy qurimga yoki millatning oldiga chiqib xizmat qiladigan bir odamning bo'lish tegishlik bir psixologiyalik bir turaliq bo'lish kerak-ku. Ya'ni umidvorlik tuyg'usi. Agar umidsiz boshlagan bu ishda g'alaba qozongan olmaydi. Har qanday holatda mutlaqo umidni biz ana yo'limizning qo'g'dug'ichisi qilishimiz kerak. Umid bor bo'lganida, yana bu Allohning Qur'onida deyildi, sizlar Allohning marhamatidan umid kesmanglar deyildi. Biz bu ko'zlagan nishonning hammasi bizning yaratquchimiz Allohning bizga bergan marhamati bilan amalga oshadi deganligimiz uchun asla umidimizni kesmaymiz. Shu taqsir tanlangan qarindoshlarimizning hammasi shu umidga ega bo'lgan, umidning to'llarini kelgan taraflarni mushularga achigan bo'ldik. Biz bu yerda hozircha qandaq aldiraplam, 100% manda bo'ladi, manda qilib ketamiz deb va'da bermaymiz. Lekin umidni o'zimizga hamroh qilish prinsipimizda yangidan qitilgan bo'lapmi, ilgari vazifada bo'lmagan tashkilotlarning ichida, yoshlarning ichida aktiv bo'lsa-mu, tashkiliy qismda xizmat bo'lmagan qarindoshlarimizni o'z ishimizga tortish, o'z ishimizda yetildirish, bularningki iqtidoriga hurmat qilish va bundan keyingi biz qoldiradigan bu shajaraga sahib chiqish uchun bu qarindoshlarimizni haqiqiy amaliy xizmatga boshlab kirdik. Bo'lapmi? Buning ichida shu yangidan qo'shilgan bir qancha yuzlarni balkim jamoat qarindoshlarimiz ko'rgan bo'ldi. Ikki muavir raisninki o'zi ilgari hech qanday bir yerda tashkiliy qurimni ko'rmagan to'qdab savol qo'yilishi mumkin. Ikki muavin raisning tashkillanishi, birisi hukumat tashkiliy qurimlar bilan bo'lgan aloqaga mas'ul bo'ladigan, ikkinchisi jamoat munosabatlariga mas'ul bo'lgan jamoatning ichidan chiqqan o'zimizning hurmatli ustozimiz Abul Qosim Zarafshon Ahmadini, diniy ustoz ulamolar birligining a'zosi bo'lgan ekan, bu ichki nizolar, jamoat munosabatlari, islomiy jamoatlar bilan boshqa qarindoshlar bo'lgan murassas shakldagi, o'zaro yarishish shakldagi munosabatga mas'ul bo'lgan muavir rais va shundaqla tashkiliy hukumatningki faoliy xizmatlarimizga mas'ul bo'lgan muavir rais deb ikki xil vazifadir. Bu islohotning bir qadami. Ilgari ichki ishlar, tashqi ishlar degan shaklda bo'lgan, bu narsaningki aniq bir hukm bo'lmagandi. Hamda hozir shu narsani qaytadan ko'rib chiqish orqali haqiqiy amaliy xizmat jarayonida kimning nima qilish salohiyati borligini biz tavsiya bilan bu ish ko'rinib berdik. Kotibotlikning vazifasi ilgari bir kotibning vazifasi edi. Ya'ni tashkilotlar birligining kotibi deb lam tilganlatdi. Biz buni isloh qilish orqali kotibotlik, ya'ni sekretariat degan shaklda tavsiya qilib 3 dona kotibotlikdan tashkillangan, buning uchilisi yoshlarimiz. Ya'ni Zikrulloh olim bosh kotib, yordamchi kotiblardan Abdusalom Taklamakan va Mardan Uyg'ur. Bu qarindoshlarimiz garchilik yer yuzida ko'rinmagan taqdirdami, ilgaridan tortib shu sohaning ichiga yetilgan fidokorligi, o'ziningki shijoati, g'ururi jihatdan Allohning tasdiqi o'tganligi uchun endi bularningki haqiqiy bilingan qilishlarini o'tirg'a chiqib ishlatishga bir maydon hozirlagan bo'ldik deyman. Alloh subhanahu va taolo bu qarindoshlarimizninki ijtihodiga deymiz. Uningdan boshqa ba'zilar savol qo'yishi mumkin. Chet eldan bir qancha tashkilot a'zolari va deysizlar, ajab ilgari tashkilotning chet eldagi odamlar jiqdi deymiz. Bu chet eldagi tashkilotlar fikriy jihatda bizlar doimo bir harakatda. Ya'ni bizga a'zo tashkilotlar. Ularga savol qo'yilmoqligi uchun ularga faqat vakil xarakterlik bularni Yevropasiga vakil xarakterlik qarindoshimiz Ibrohim Yusufninki tashkilotlar birligininki Yevropadagi bosh so'zchiligi, vakolatchiligi va shundaqlar tashkilotlar orasidagi koordinatsiyalik vazifasi berilgan bo'ldi. Buni tuzdik. Bu boshqaroq kengaygan chog'da raisning o'rni fizikalik qoni Avstraliyaga joylashishi, Avstraliya Tinch okean rayonidagi davlatlardagi o'zininki harakat prinsiplari va o'sha ilgari qozongan natijalarimiz bo'yicha bu rayonlarning hammasi ichiga kirgan bo'ldi. Shunlashqa biz bu yerda yangidan tashkillangan idora hay'atninki mumkin bo'lsa avval bir boshlamay tursaqlam qarindoshlarga salbiy tarafdan savol qo'ymay buningga samimiyat tarafidan duolar bilan Allohim mushu qarindoshlarimiz o'tirg'a tushibdi. Bir yangilik shaklda bo'lgan bo'lsa, Allohim ularni muvaffaq qilsin. Bularning xatoligi bo'lsa, ichida tuzitib, bizning oldimizga va sharaf bilan kelishga bir yordam qilg'ayin deb duo qilib qo'yishlarni va amaliy harakatda bizlarga samimiyatini ko'rsatishni tavsiya qilamiz. Bir qancha taraflar saylamdan keyin mayli yuqori qatlamdagi tashkiliy organlar bo'lsin,
Türkiye'nin içinde sırtı hizmet kılavatkan aktif teşkili kurumlar olsun, cemaatin içinde nüfuzluk şahslar olsun, hemmesi bu yerge nait yaxşı bir tebrik mesajını bergen oldu. Biz bular rahmetimizni, minnettarlığımızı bildirimiz. Ya da birlam gap bilen biz bir-birimiz bilen sözleşeyleydigan, kelişeyleydigan taraflar. Hoş. Rahmet, hürmetli reisem de müşahede Uyghur diasporasının bundan keyin, bu baştan geçirgen bu krizden keyin yeni idare hayat bilen muhaciret hayatımızdaki bütün dünyadaki Uygurlarını maksat kıladım. Birlikini saklaş, küçeytiş hakkında nimelerni kılışımız gerek de oylayasın. Bu sualımı gerçi men karar şekilde emas, tavsiye şekilde soraldı dep oyladım. Evet. Biz muhaciret hayatımızga qaraydigan bolsak, şu Şarkı Türkistan devletimiz şu mustamlik kılıngan çağdan tartip, onun aldı çıqqandan bağımlı. Çıkıp istikamet, ticari şekilde qalgan bolsa, asasilik muhaciret hayatımız, devletimiz toprakları şu mustamlik aslı qalgandan zorluk, yani özümüz halımıgan şekilde chet ellerge iqishqa, köçmen bolishqa mecburen aldı çıktık. Elbette bu mecburen aldı çıkışdan aqısda çoğun bir musibet var. Devletimizni ayrılıp qilish, xalqimiz çekivatkan asaretler, hazır yüzü beriyatkan erkiy qirg'inchilik ve başka insaniyetke xilaf bo'lgan jinoiy qilmishlar, bu rezil devletke dünyanınki sükut qilishi ve shundaqla bu siyasetlarninki icra etidiki maxfiyligidan tartib, uning oshkor qilinishiga, yolg'onligidan tartib teşviqatlargacha ve hatta bunun içinde özümüzni, yani özümüzning milletining tarkibidagi odamlarni ishlatib o'z gücünü bizden yığıda koruş siyasi bilen kılıvatkan bu mürekkep öziyette muhaciretki çıkan bizden birincisi mustamlikiden kutulgan siyasi erkinlikini göz tutaylı. İkincisi chet elge çıkandan keyinki üzerinden tırışçallık alıp kolgu keltiygen bir mukum içtimai hayatını göz tutaylı. Üçüncüsü bu muhaciretki yaşavatkan zor toplumluktan ki ortak arzusu boğan, nişanımız boğan, biz nima uchun hareket qilamiz degan bir savol. Yani devletimiz qo'lga kelsinmi yoki biz devletsiz mushbet yashaplam o'lgicha xotirjam ketamdiq degan bir ani prinsipga dalolat qiladi. Bu hammadan muhim omil. Har bir shaxs muhaciret, har bir toplum oldi bilan mana Sharqiy Turkiston degan davlat kerakmi degan savolni so'rasin. Buni xiyoldan, manzirdan olqib ketgan özünün jürikigi bağlagan bir davaga aylandırgan çağımızda bana devlet kerek dep oturup çıkan çağda biz birlik keleleymiz. Mana bu bizden birlik kelgan birinci yolumuz. İkinci yolumuz biz 1000 yıldan beri, 1000 yıldan artık oldu, bir özümüz şereflendiğin bir kimlik bilen yaşavatımız. Yani İslami kimlikimiz var. Bunundan bir faxrlik tuyguda butkul cemaatler özüne elhamdülillah ben Müslüman deydi. Ben Müslüman dep aşkar diyemegilimi çocuk bir şey emselisi yemeymen deydimdi. Bu addi şekilde biz yüzümüzge şeref ekkegen. Çünkü şeref ekkegen degenimde Sultan Burakhan bu İslami bir imparatorluğunu kurgan. Onundan keyin bizden içimiz yaşangan meyli Emir Timur'un nimisli olsun, meyli Babur'unki de olsun, meyli Saidiye davrımızda olsun, meyli keyinki hazırlık biz yaşavatkan devirde yüzümüzden içindeki şahitlerimiz köygen İslami Cumhuriyetimizden tatip Şarkı Türkistan Cumhuriyetimiz kışı boğan bu hakiki kubul kılıngan bu teveliklerin hemmesinin bir içtimai alaylık yani kimliki Müslüman toplumu. Hoş. Onda olan ikimiz bu meselede biz ihtilaf gelmeyi bunu biz inşallah biz yüzümüzdeki dini kimlikimizde mi erkin alette, mağrur alette, şereflengen alette birlik kelsek minanç bu yerden birlik keleleymiz. Hay mescitte çakırımız Allahu Ekber sadası bilen kalbimizden kaystırak buluştuğun kat'i nazar Eid günü bu başka bir cenaze namazı olgan çağda hem adam bir yer kelelegen birden bir simol şu. Ben cenaze namazıda namaz kelgen adamdan cık adam keldi dep işinime. Şöyle magetin asası var. Nima uchun degan chog'da bu insonlar gerçi o'zining ichida oshkor jasorat bilan e'lon qilmagan taqdirda yanalam o'zininki musulmon qimmatiga hurmat qiladi, suyudi, qo'g'daydi. Bolalarininki islomiy yo'l bilan tarbiyalanib, axloqininki go'zal bo'lishini hamma ota-ona orzu qiladi. To'g'rimi, xatomi? Hargiz bolasininki men hozir bir Uyg'urninki, Sharqiy Turkistonlikninki balam xristian bo'lib ketsa mayli deb yo'l qo'yganini ko'rmadim.
Haqiqiy Sharqiy Turkistonlik bo'lsa. Unda bo'lgan ekanmiz, bu davlat prinsipi, bizning diniy o'zimizningki qimmat qarashlariga hurmat qilgan bu prinsipimiz, anandagi muhojiratda bir nuqta bor. Hammamiz bir musibat sohiblari. Hammamizning qalbi qirg'iliq. Hammamizningki oilamiz, yaqinlarimiz, tuqqanlarimiz shu zolim Xitoy degan bir davlat sistemasi, davlat armiyasi, davlat iqtisodi va shu davlatning nufuslari tarafidan tajovuzchilik uchrayotganligi uchun mush qimmatli birlik kelishimiz kerak. Ya'ni Xitoy degan dushmanninki Xitoylar bizni tuniganchilik darajada tunishimiz, hatto uningdan yuqori tunishimiz kerak. Xitoylar bizni tuniganlik uchun bizga qanday siyosat yuzgirishini planlab bo'lganlik. Yillab, 10 yillik, 20 yillik deydi. 5 yillik plan, 10 yillik plan deb deydi bular. Shu bor. Bizmi o'xshashlam Xitoy bo'lgan bu dushmanimizga mücadele qilishimizni o'zimizningki haqiqiy tushunchimiz, yuqori deb o'tilgan nuqtalarimiz bo'yicha davlat apparati, davlat sistemasi, iqtisodi, armiyasi, insonlari qatorli muhim bo'lgan komponentlarning hammasiga qarshi harakat o'tadigan bir mexanizmni chiqargan chig'imizda bu yerda cho'ng bir yoki bu sondagi birlik emas, bir fikrdagi, bu harakatdagi va ijroiyatdagi birlikning vujudga chiqishiga Alloh xolis ishonchim bor. Chunki dünya hazır murassiya qilayotgan, bo'y egayotgan va shundaqla taslim bo'layotgan bir vaziyat Xitoygacha dunyo shuni oladi. Ammo uning taslim bo'lmagan dunyoda hozir zaminning tepsida birlam to'planmoq bor. Ya'ni Sharqiy Turkistonliklar. Shunlashqa faxrlik bilan deymiz, musibatimizni o'ylayli. Chunki bu orqali biz tajribamiz bilan kelgusi manga yo'limizni belgilaymiz. Ammo o'zimizning tushirdigan psixologiyadan o'zimizdan shu qadar kuchga sahip ekanligimizni, ruh sahip ekanligimizni va shundaqla agar birlikka kelalasak, cho'ng ishlarni birga chiqa oladiganligimizga tavsiya qilaman, bunga ishonishga tavsiya qilaman. Alloh rozi bo'lsin. Yuqoridan deb o'tganimizdek saylamdan keyin tarafdan Turkiya ichki sirtidan nurg'un tabriklarni kelayotganligini ijtimoiy uchur vositalaridan qilingan e'lonlardan ko'rib turibmiz. Demek ki bu qatimki saylamlar xalqimizni hali qanoatlantirgandek turdi. Lekin bunun bilan birga bu qatimki saylamdagi yana avval azroq gapini qilib o'tib ketdingiz. Birlikka burun a'zo bo'lganlarniki chiqib ketayotganligini e'lon qilganlar bor edi. Shu hamda bu haqda nimalarni deysiz? Aldı bilan hayotimni dedim, so'zimni takrorlamayman. Tabrik evatgan, mushunga ko'ngil bo'lgan, bular mushadiki Türkiye'deki sanımız en cık boğan bu topluluğa, müşahedeki ortaklıkka, köngül bilivatkan, dua kılavatkan, samimiyet öyle vaziyet, oğuşlup kessiyken, yaxşı türsüz şekilde, milletimiz gibi ümit bekişsizken de, muşunda samimiyetini kösetken barlık, muşu vatandaşlarımga, müşahedin jörkümden salam yollayın. İkincisi, tebrik bergen taraflarga, biz bu yerdelik tebrik berdi de, mandak özümüzni mağrur tutuştun, bu tebrikten akısta kelgen bir sual var. Tebrikimiz badi, ama lekin icraiyetlerine bakamayız degan narsa var. Bunun da mush Gollandiyadın tebrik evetken Abdurrahim G'ani qilindishimninki nimasini menga birisi ko'rsatdi. Shuni o'qib baqsalar dedi. Ham ta'sirlandim. Undan da mening shaxsiyatimni o'tirib qo'yib qolibdi. Shuni dedim-da, she'r o'qigan oltinni buni o'tirib qo'yish qalqar harakatda o'zining og'zidan chiqqan so'zga ega bo'lamsa, yoki bo'lmasa bu narsani o'xshashlam yillardagidek ağzında sözlep, emeliyetinде kümep mağamsan degan savol qilibdi. Men mushadlar, mush savolga javob berish bilan nima qilsam? Xo'sh. Qarindoshlar, azizlar, ma da'voga bayatin dedim, da'voni yuksak g'oyaga bog'lamagan da'vogar emas. Bu da'vodagi dishvorchilikni, azorni, mushaqqatni o'zi keldigan bu qarshilikni üstel üstüge anmagan adam umu da'vogar emas. Bu ölçem şu. Biz bu davanın maiyetini yaşlarga bir kaldırgan miras şekilde qanday qaldırmayız degan chaqda çoğun iş qilolmaymiz. Çoğun iş qilolmaymiz. Amma mushu o'zimiz sahip bo'lgan ruhni o'zimizni sabit qilish oldi bilan va o'zimizni yaqin turayotganlarga eng yuksak tavsiya va yetaklash, quchoqlash prinsipidan qoldiramiz buni. Shunlashqa Biyadəliqi hazır bir nəs deyişkimi bek baldolıq qılıdı. Kim biladi? Allah subhanahu ta'ala'nın bizga mush maydonda
Muşu mazmut turuşumuzga biz avval üzümüz keç gündüz ibadetlerimiz arkalık, hareketimiz arkalık yelinimiz. Çünkü bu eğer bizden bu işimizde kiçikini hatalar çıkan çağda bizdeyliki bir hatalar demey bu narsa bek taraf gidigan bir xil yaman ahval şekilleniyotir hazır. Yani muhacirette artıqçılığımızı teşvik qilish az, bir-birimizning qusurlarini izlash bek baza tep ketdi. Men şiirimdimi degandim. Bu insonlar baza tep ketgan narsaga qiziqmay, o'zimiz haqiqatan zodi nada to'q biz. O'rnimiz nada bo'lish kerak, nega boramiz degan savol bilan ma yurikini tozalab turish kerak. Qalbun salim deb ataladi. Qalbun salim degan Qur'onda tilg'ilindi. Ammo qalbun salim degan bizning shu tarixiy kitoblarimizda, adabiyotimizda nada jiq ko'rilgan qalbun salim degan narsa. Qalbun salim degan ma yurakni tozalab turish kerak. Chunki buningga kichikgina bir nima qulab qolib qolsa, shubha, tashvish, ümidsizlanish, bir-birisiga husumat, adolat qulab qolib qolsa, ma'nonki cho'ng mash'alni o'chirishga kuchi yetmasimi, mash'alning yeni turib, mash'alni xunuqlashtirib ko'rsatib qo'ydi. Shu har bir da'vo ustidagi qarindishimga mayli biz bilan munosabatda bo'lgan bo'lsin, yillardan beri xizmatlarda o'rtoqligimiz bo'lgan bo'lsin va buningdan keyingi yo'llarimizda potensial holatda taraflar bilan ko'risha oladigan bu yo'llarimiz uchoq. Her kim bilan ko'risha olamiz. Bizning hijolatimiz yo'q. Masalan, falonchilar taraf araydi, bugunchi bunday unda ish yo'q. Kimiki bizga sadoqat, layoqat, samimiyat prinsipi bilan yaqinlashsa, qalbimiz, ishkimiz uchoq. Shunlashqa da bu bizning prinsipimiz emas. Sharqiy Turkistonningki necha ming yillik tuproq sahiblik prinsipi bu. Sadoqat ko'rsatganlar vatanninki qahramonlarga aylandi. Agar buningga xiyonat qilganlar nim bo'ldi desa, sharafsizlar qatorida medalda qoldi. Ham hozirgacha aslinib kelyapti. Kimning qoilligida? Appoq xo'ja degan odam biz ko'rmagan. Bunday misol qilib ammo o'zining millatga, davlatga qilgan xiyonati bilan xoin deb tilinganligi uchun qiyomat qadar xoin deb yoziladi. Davlat atimiz Sabit Damullam Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati qurgan chog'da men yo'qdim. Sizlar yo'qdilar, yana boshqa bir şey yo'q. Hech kim yo'qdi bu yerda hozir. Muhojirat yashayotgan hech kim yo'q deb. Ko'rmay turib, u odamga nima uchun shu qadar yuksak bir hurmat bildiramiz degan chog'da faqat va faqat odam tiklagan bir ruhga hurmat bildiryapmiz. Amaliyatga hurmat bildiryapmiz. Shunlashqa bu sadoqat prinsipi, layoqat prinsipi, samimiyat prinsipida g'albining aqsiyatqanligini qarindoshlarimga, vatandoshlarimga, tashkilot rahbariga tavsiya qilaman. Bu yerda cho'ng so'zlash qilib, men shunday qila olmayman emas. Biz qila olamiz. Ya'ni taraflar biz bayatin dedim, qis qilam. Biz bir yer o'tira oladigan, so'zlasha oladigan odamlar. İçimizdeki meselemizni o'zimiz hal qila oladigan iqtidorga ega. Necha ming yildan tortish davlatni boshqarib gullantirib kelgan shu ajdodlarning avlodlari biz. Va kelgusida davlat qurilsa-mu ham o'zimizningki harbiy mudofiasini tortib, ham davlatning iqtisodiy, ma'arifi, davlat sistemasi, diplomatiyasi va boshqa sohalarning hammasida as qo'shalaydigan millionlagan Sharqiy Turkiston o'g'lonlari va oğlan sifat hatun kızlarımızın bağlılıktan mevcudiyetinden faxrlanamiz. Bu faxrlik to'yga boshqa chiqsin. Bak qisir izlashlar mumkin bo'lsa kümülep ketsin. Çünkü Allah'ның bir va'dasi var qarindoshlarim. Kimiki bir bendining ayibini yapsa, qiyomat kuni Allah uning ayibini yapadi deydi. Bu oddiy gap emas. Agar ayib qilguvchilarga, biz bilan ayiblamaymiz, xafa olmaymiz. Chunki dedik-ku, musibat keldi, psixikamiz buzildi, har xil sıkıntılarda qoldik. Ümitsizlanib qoldik. Bu jirgindik, ba'zi ishlar chiqdi, reallikdan chiqdi. Ham bunda vaziyatda mumkin bo'lsa hammamiz o'zimizdan yomon ishlardan o'zimizdan ya Rabbi mening qalbim shunday ish bormidi ya. Men shundan parchalab qolgandimanmi ya deb o'zimizdan izlanaylik. Haliki yaxshilikni tavsiya qilishni atrofimizga o'zimizdan boshlasak, yomonlikni ma'ni qilib qo'ysizlar deb qilishdan, unda chirkinlikdan saqlanaylik. Axloqni tuzish masalasida avlodlarimiz bizden jirginib qolmasin. Avlodlar, atalarimiz, analarimiz bir-birisi bilan so'qishib o'tibdikan emas. Ma'la bizga hech bo'lmagan joyda biz miros oladigan bir ruhni qoldiribdikan, bir-birisini quchoqlay oladigan, afu qila oladigan qalbni yuribdikan deb faxrlansin-da bizdan. Bo'lmasa o'zining kimligini, ismini o'zgartirib Abdullah. To'g'ri. Ha? Abdullah degan ismini o'zgartirib yutadi. Chet ellik chiqsa Aybi deb qo'yishi mumkin. To'g'rimi, xatomi? Muhammad ismini Mo deb qo'yishi mumkin. Bu biz bir-birimizdan faxrlanib yashaylik. Hali ma'ni ko'rsam jirginaman degandan mening mush isloh qilishda, millatimni, jamiyatimni, tashkilotlarimni isloh qilishda mening vazifam nima?
men qaysi o'rinda turman deyish bu bizga bir savol bo'lsin. Bu yerdagi xafalık emas. Buni mush tavsiyani har kim qayta anglagandan keyin o'zini aynak yaxshi baqsa, bunun javobi chiqadi. To'g'ri. To'g'ri. Alloh razı olsun. Yuqoridami dushmanimizningki qandaq planlar bilan bizni yo'qotish uchun 10 yillik, 5 yillik deb davomli plan bilan menayotganligini deydigan. Shuni siz tilingizdan chiqdi. Endi oldimizdagi 5-10 yil ichida Uyg'ur davosining, Sharq Turkiston davosining kelishi mumkin bo'lgan eng muhim o'zgarishlar nima yoki unda planinglar yo'qmi? Va yoki ko'pincha tashkilotlarimiz kunib ketgandek dunyoda masalan, har yili manchi qatim u faaliyat, bu faaliyat, muqimlashtirilgan namoyish. Shu faaliyatlar bilan o'tamdi yana masalan davoyimiz. Bu vaqtga tushunchalarimiz olgan bo'lsak, javob berishga bek baldur bo'lgan tema bo'lsa-mu? Yanılan deymi? Biz ölçeş bir tarazi bilen bu yerga kirganligimizni jakarlaymiz. Tarazininki ikki tarafı bo'ladi. Eg'ir tarafi, yengil tarafi deydi. Tangpunglashgan holatida bo'lgan chig'ida uni tangpunglashtirgan bir omil bo'ladi. Bo'lmasa, u egiz past degan narsalar turadi. Uni chuqur bir tangpunglashtirgan bir kuch, ikkisini tang qiladigan bir omil bor. Bu gapim ne ma? Siyasi ma'noda deyaptimi? Xo'sh. Biz bir taraf egiz, bir taraf past degan narsani o'taraq, bizni tangpunglashtiradigan bir nuqta qayerga kelsak, biz tangpung yashaymiz. O'zaro hurmat bilan yashaymiz. Hamda bu planning ijroiyatini ma'lum bayatimi dedim, cho'ng bir ish qila olishimiz hozir natayin. Vatanning ichida xalqimizni qo'zg'ab yoki bir inqilob shekillik yoki bo'lmasa bir qarshi turish harakat shekillik bir narsa vujudga chiqarish narsasi amaliyotda buning yo'lini izlaymiz. Albatta bundan voz kechmaymiz. Xo'sh. Buningda ya bo'ldi biz umidsiz qoldik, hech kim qiyin olmaydi degan u umidsiz shaytonning ishi. Alloh xolisa biz umid bog'lanadigan barliq taraflarga Magi buni yana bir qitim takrorlayman. Umid bog'lay oladigan barliq taraflarga qalbimizni yaqinlashtiramiz. Bularga o'zi ara ishonchni akagan asosda biz planlagan o'zimiz ichidagi xomliqni osh qarindoshlarimizdan pishiramiz. Pishirish jarayonida buning amaliylashiadigan qismini, yoshirin tutilgan qismimizni, oshkorlaydigan qismlarimizni bu o'rtaq holda ilib mangamiz. Biz aramizda zo'r muhojirat to'plami bo'lgan barliq taraflarning, davlatlarning o'zining bosh sharoitidan foydalanib hozir amaliyot qilayotgan xizmat bu funksiyalarga biz hech qanday fikr bermaymiz. Texniki go'zal bo'lib ketishiga, texniki yaxshi shaklda kelib ketishga tilakdoshmiz. Ammo biz bayatın degan tarozining ikki tarafini akkildigan bu nuqtada yuqori deb ketdim bizning ana prinsipimiz bilan harakat qilish, shu ana prinsipning g'oya, arzu, armonlarni amalga oshirish jarayonida ko'rsatilgan fidokorlik va badal va buningga to'langan haqiqiy, ya'ni Qur'on tilgan jininglar va melinglar bilan kelmagicha bu ish hal bo'lmaydi degan prinsip bo'yicha hem can amili, hem mal amili bilan müşahidin tatib xitob qilishga boshlayman. Hozir har kim tayyorlikda bo'lsa bo'ladi. Chunki o'limning mo nimasi yo'q, shapsi yo'q. Hurlikning mo unda aniq belgilanib, mancha yildan keyin palonchi davlat mustaqil bo'ldi deb qilgan ish yo'q. Mana men bayatım bir misal keldim, amaliy bir misolni ko'rsatdim. Bu biz yashayotgan dunyo bu. Onundan başka Orta Asya devletlerinden şekillenişimi ular öz aldığı bir mücadele kılıp, kurallık kuraş kılıp Rusya'ya yani Sovyetler İttifakı ve uğraş kılıp kıygan iş yok. Devlet halkara vaziyetlik siyasetten özgürlükten geldi. Şarkı Timur'dan tatip, Canubi Sudan'ça, onundan tatip başka küçük devletler'ça bu küçük devletler kanda şekillenip kaldıysa gerçi uğraş yüzü çıkan bilen halkara vaziyetninki takazzası olan geldi. Hazır biz düşmanımızınki halkaradaki ornuninki, inovatıninki tedrici halda bir qarşılıqqa duch kelayotganligidan foydalanadigan bir sharoitga kelib qoldi. Bu birinchi omil. Ya'ni dushmanimiz bo'lgan Xitoy davlati, Xitoy siyosati, Xitoyninki bu tashqi ichki embargo siyosatlarininki umumiy jamoatchilik, ya'ni xalqaro jamiyat deymiz. Xalqaro jamiyat degan bir aniqsiz hukm. Lekin davlatlar, tashkilotlar, insonlar, tijoriy organlar qatorli omillar tarafidan bir qarshi turadigan bir holat chiqyapti. Bu fursat omillari. Ikkinchisi, ilgari bizningki İçimizden çıkan kurallık hareket kılıp, muşu yüzünün mevcudiyetini, Xitoyga karşı meydanını, mayli qaysi fikirde olsun saklap kelgen yüzümüzden adamlarımız mevcut. Yani bunun da ilgari muşu 2024 yıl ahırda muşu BBC'de mi verilgen bir report var.
Sharqiy Turkiston şu armiya qo'shunininki bundan keyingi ahvol to'g'ri dastlabki analizlar. Biz bu to'g'ri kirmaymiz. Ammo biz bo'layotgan bu realliklardan biz qanday foydalanamiz? Bu bor kuchimizdan o'zimiz bilan yaqinlashgan taraflardan qaysi holatda bir-birimizga manda geralashgan, bir-birimizga shu samimiyat nuqtasidan yaqinlashgan bu funksiyalik mexanizmni qura olishimiz bizga bog'liq. Ya'ni boshda deganim umidga bog'liq. Agar umid bor bo'linglarki, g'alabani ko'zlagan asosda. Voy men chiqib ketaman, atagalik 3 yillik vazifam bilan to'xtab qolaman emas, mush nafsim to'xtagan qadar, Alloh umr bergan qadar, men yurakim sog'lomni tutib, men bu da'voning ichida o'zimning va o'zim tava bo'lgan to'plamning vazifasida men bir sadoqatimni, layoqatimni, samimiyatimni ko'rsatdim desam, Allohning nusrati hamon bizga keladi. Biz bu darcha nurg'un taraflarda o'rtaq fikrga ega, o'rtaq qarashga ega. Sözleşeliyimiz, görüşeliyimiz. Hemmisi davatkan gap şu. Şarkı Türkistan müstakil olab kessin devletimiz asasınız dedi. Bu dep koygan olan bulmaydı. Şimdi anlamaz mı? 5 kilo kavapını belgitlenip, ben de kavap bağ dep dursak, ma kavapның tepti, ısığı bijdem tepken bilen, onunki ma protein kısmı, yani aksıl kısmı ma içimizi tepmeydi. Buna ağzımızı içirişimiz gerek. Ben bana küçük ameliye misallarını diyeyim. Bunu yani baş şaraitimizden faydalanaylı. Bir-birimizni kemsitmey, bir-birimizni hürmet qilgan, qo'llagan asosda kelib birlik keladigan qismini biz ilgirki bunda teşviqat şekilde faaliyet qilgan mexanizmga xotim berdik. Tugide o ishlar. Biz teşviq qilib bir joyda Facebook, WhatsApp, yani bir sohada teşviq qilish narsa tugide. O qismi menga to'g'rimda. U bizning ana prinsipimiz emas. Bizning ana prinsipimiz qanday qilgan chaqda dushmanimiz planlayotgan bu cho'ng yuqtish siyosatiga qarshi holatda o'zimizning imkonlaridan to'liq foydalangan ahvol ostida o'zimizga Rabbimizni yordamchi qilib, atrofdagi qarindoshlarimizdan qo'lma-qo'l tutishib, buningda o'xshamagan jo'g'rafiyalarda shu dushmanimizga qanday shaklda taqobil turish mexanizmini o'rnatish mana bu bizga qo'yilgan savol. Xo'sh, xo'sh. Bu savolga qanday javob berish, o'zini da'vogar deganlarning, men oldida chiqib xizmat qilaman deganlarning va shundaqla mening yurakim vatanga bog'langan, menga Sharqiy Turkiston deydigan bir hur davlat kerak deganlarningki, o'zining oldiga qo'yib turib, mana ma'nasi, mana men kelgan chapinim shu deyishini tavsiya bilan sizim tugadim. Alloh razı olsun. Alloh razı olsun. Endi oxirda shu sizning ta Avstraliyadan kelib muhojiratga eng muhim tashkilotlarning biri bo'lgan organning raisi bo'lib saylanganligingizga sizning albatta yillardan buyon Avstraliyada nihoyatda aktiv xizmat qilayotgan bir shaxs. Da'vodagi tajribangizga asosan uningga ishongan sizni tanigan kishilarimiz bu yerga saylanganligingiz uchun suyunganlar bo'lgandek, buningga har xil gap topadiganlarmi? U yoq bu yoqqa cho'r baqadiganlarmi? Albatta yo'q deyilinmaydi. Buningga nimalar deysiz? Buningdan birla jumla so'z bilan odamga qaramay chiqqan ishi qarang. Tugadi. Asliga qarang. Odamga qarash emas, odamning qilgan ishiga qarang. Xo'sh. Şu adamni, chunki mening o'zimni elib aytsam, garchi Avstraliyada yashasammi, dunyoning har qaysi joylaridagi mavjud tashkiliy qurumlarning hammasi bilan mening munosabatim bor. Mening munosabatim, shaxsiy munosabatim bor, do'stligim bor, tashkiliy munosabatim bor va fikriy jihatga birlik nurg'un kelgan so'rlar o'tdagan realligim bor. Agar mening kimligimni bilmay bo'lgan taraflarga mumkin bo'lsa taraflarga murojaat qilib, bu qanday qadam desa, men xafa bo'lmayman. Anandan keyin ikkinchi taraf mening bu yerda fizikalik, jo'grafiyalik musofani ko'z tutib, shu qadar jiroqdagi bu odam mala o'tirg'i chiqibdi, odam chiqmabdimi deganda g'ayriy savollarning tushmasligini orzu qilaman. Bu yerda biz dedik, islohotning nimasi bilan kim o'zini ko'rsatib, men mushining ichida mushunda bir planim, mening kim buningga tursiq o'ziga qatqim va shundaqla buni o'zgartiradigan bir iqtidorim bor desa, tushsin dedik. Kelinglar dedik. Kim qilsa kelinglar. Qarshi turmay kelib, mushuni vazifani undaq bo'lsa, bizni tilliganda o'taraq, undaq qo'yib be. Men vazifani men qilib beray, sen uchun sen qilinmagan ekan deyishni arzu qildik. Shunga, yani bu vasilda mayadagi tavsiya shaklidan o'taraq, odamningki o'ziningki iqtidori bilan, layoqati bilan bu vazifani elib, fidokorlikni ko'rsatishni talab qilganlik uchun men bu o'tirg'a tushdim. Men bu yerda aynan bir qidim deyman, bu yerga 3 narsadan 3 meydin jiroq, 3 siga yaqin keldim.
3 M deymiz. M harfini mim degan harf, ya'ni mi degan harfga martaba bilan aloqam yo'q. Muash bilan aloqam yo'q. Maaş bilen. Ha, maaş değilim, mi bilen. Yani mensep bilen alakam yok. Ben milletin hizmetçisi, xadimi. Beni şunda aldatınız oldu. Reis, başkan deyip atalmay. Muşu amanetini iliş kaşadın kepti Allah güç kuvvet versin deyip dua kıysanlar. Biz bunu ten kılımız, erkeklerimiz güç peyda kılımız. Ya bu muş üçüncü kap kaptı deysanlar, fikir anlamı değiştiranlar. O neyse hayatımda mevcut bulup bakmagan. Bir yerden teşkili hizmet, vatan hizmetini kılıp, ben bu üç narsa istemegen. 18 yıl Avustralya'da cemiyet hizmeti kıyık adamım. Bir ay maaşıma bakmagan. Üzümüzden kirmimiz, hizmetimiz, orumuz var. Şu koşumçu vakitlerimiz, icdihatımız bilen bu davaya sahip çıktık. Bu davaya sahip çıktık da çok sözlemey. Üzümüzde bir neferi de sanap geldi. Hala bugün gençler ben mağarip hareketinin, şurayetinin azası, teşkilatlar birlikinin reisi emez. Muşu hareketinin biz üzümüz söygen, hürmet sazaver bolgan ve şundakla milletimiz arzu kılıvatkan bir cemaat topluluğunun bir neferi. İkinciden, mavu şirak durup kanda kontrol kıldı deyip akşam mı sorudu beni. Küçüdü kitip bakan normal adam mı sorudu, teşkilat rehberleri mi sorudu. Mesela kanda kıldı bu Avustralya'da durup başka alanda onun bendeydim. 3 menin kendi 3 senede öteyim. 3 senede öteyim. Birincisi sadakatim. Benim davağı sadakatim ne? Şimdi sorgulusu deyimiz. Aranlarda konuşurken, devlet başkanının bir gibi var. İşçilerle tartışırken dikkatle konuşun. Men doğruluk konuşanlar varsa dikkatle konuşanlar. Sadakat babında aldığımı gelip sadakatim benim mançilik deyip gramı koysa, kimden aldığı çıksa benim gramımın ki bir şerefsiz tarafı yok. Şereflik bir gramı var. Deyip eyti alayım. Bu öyle üzem kibir gözetkenlik inmez. İkincisi samimiyet noktasıdır. Menimki samimiyetimge Şarkı Türkistan devletige, devletinin ki kimliki bolgan bu 4 ana prinsipimga İslamiyeti, adaleti, azadiyeti ve ukuvveti degan 4 ana prinsipga sadaqatim var. Samimiyetim var. İşinene ve bununki qaytadan güllenip bizning milletine yeni başka öz özgü hoca bolgan ala ekilgan chin yurkimdan vüceyrinlerimde tatip işinimi. Üçüncüsü salahiyeti. Salahiyet degan narsada men Galip'te okugan teşkili muarif sistemisi. Vatanda men Ali mektepte okugan adam. Bunda alam ko'chaga chiqib bir ish kelib qolmagan. Vatanda shu Xitoyning markazida o'qigan. Shu yerdami, shu chog'dami o'zimizningki kimligi bilan shu chog'da o'qigan hozir mavjud bo'lgan muajiratga nurg'un ustozlarim bor. Saboqdoshlarim bor. Men bilan shu chog'da birga o'tgan maktabdoshlarim bor. Agar mening shu hayotimni bilmoqchi bo'lganlar bo'lsa, ustozlarimizdan, cho'nglarimizdan, maktabdoshlarimizdan, do'stlarimizdan so'rasanglar, ular bizning kimligimizni deb berdi. Salohiyat jihatdan. Muhaciratga salohiyatimizni meyli ilmiy jihatga qozongan natijamizdan, meyli amaliy jihatga qozongan natijamizdan so'ramoqchi bo'lsanglar, kim nereden kelganmi shuni so'ranglar. Ya'ni bizni Avustraliyada yashayotgan har qanday Sharq Turkistonlikdan so'ranglar. Yo'q, men palonchidan so'ranglar deb chekilmayman. Qanday Sharq Turkistonlikdan so'ranglar, Nur Muhammad kim edi desa, nəhayət yaxşı cavabını şola berdi. Men bu yerdə özümə cavab bergandan, mana şu 3 medan jiroq, 3 sega yaqin bo'lganda tasvirladim. Allah subhanahu wa taala bizning ma jiroq tutsaqmi, biz ma qurgan ma funksiyalik xizmat apparatining qayta tashkillanishi. Bu bizga amaliyotda şöyle bu yerdagi bir kishilik bo'lgan reis qiladi degan narsani uzib tashlaganligimizning isboti. Bu yerda qatnashgan taraflarning hammamizningki bir-birimiz geralashgan, vazifa olgan, bir-birimizni to'liqlaydigan bir xil zavodning shaklida bo'lishini arzu qilaman. Ya'ni bir zavodningki bir zapchisi ko'rinadigan motor qismi bor, ishlab chiqarish qismi bor, mana bog'lash qismi bor, zanjir qismi bor, ko'rinmaydigan bir detal qismi bor, bolt qismi bor. Shuning uchun ammo ishimizga agar bir zavod sog'lomlansa, o qaysi organ bo'lishidan qat'iy qaysi organ yani reis katib bo'lishidan qat'iy sog'lomlikni saqlab tursak, biz inshaalloh g'alaba nusrat keladi deb ishonamiz. Alloh razı olsun. Allah razı olsun. Bu cevabınızdan bazı davamlıq ictimai ushur vasitlardamış bulup mu davanın ustidagi xizmat qilayotganlarni dava orqali jon boqdi, u qildi, bu qildi deganlarga güzel bir cevap bo'ldi deb qarayman. Albatta, bu yerda biz bu yerda qarindoshlar, vatandoshlar adavetde, xafalıkta buluş hakkımız var. Bana ettiğim bir aylan telefon kıptı, kecha, akşam kecha.
telefon qilibdi, men dedim, verdim. Ben notunuzni aldım. Bana dedi, men 150 adamның vekili dedi. Sizge men muşunum 150 adamның vekili bo'lib, siz qilatıma, siz bilan ko'rishaman dedi. Men hozir bir yerga qoldim. Ammo sizning notunuzni aldım. Men sizga bugun kechida bo'lsam telefon qaytaraman. Qachon qaytib kelib desam ma'qul. Soat 12dan 20 o'tgan chog'da uyga kirib ekanman. Uyga kirgan oltimda shu chog' telefon olsam ochmadi. Uxlab qolibdi ekan. Ovoz qoldirib qo'ydim. Men qaytiraman deganidan balkim aramay qo'yganlar. Men bomdod namozini o'qib, birinchi qildigan ishim sizga javob qaytiraman dedim. Shundan bilan namozdan chiqib, telefon arasam chiqib qoldi. Chiqibdi 63 minut so'zlashdim. 63 minut so'zlashdim. Bir suhbatni u yerda qilib kiribsiz. Bir suhbat. 150 odamning vakiliman degan ekan, bu yerda cho'ng bir arzu, umid, ularningki siqintilari yujassamlashgan bir narsa bo'ldi. Buningga alhamdulillah u qarindishimiz bilan shu nayt yaxshi qanoatlanarli javobini oldi, rozi bo'ldi, ham o'zi ilgari xato tushunib qolgan ba'zi taraflarga o'zi tuzatish oldi. Mushu masalam shunda. Bir Allohning Qur'onni ko'rsatgan binasi bor. Buna izin ise yani şu Kur'an sözleysen deydiğin tarafları şu mümkün. Kardeşler, Kur'an'da insaniyetinki ahlak ölçümü şu yerden çıkıyor. Bütün insaniyet emanet ahlaktan nemi algan olsa Kur'an-ı Kerim en güzel destur. Ya deydi o, sizler bir tarafke. Sizler bir tarafke ölçmen bulup kalsanlar. Onundan jırgınıp kalsanlar. Onundan öküp ketken takdırınlardı mı? Adem kıldıgan adalet tarazanlardan şaşmanlar deydiğin bir buyrukla verir. Doğru. Biz bir yerde kişisel ötküzülgen, yoki bo'lsa toplumsal, teşkili noktadan ötküzülgen hatalığa, intizam hatalığa hatim bədok. Yani bu narsani to'g'ri tushunishinglarni, ko'rishinglarni umid qilamiz. Hatim bədok dedik, tugidi. Isloh qilindi, bu ishlar tamam. Ama biz shaxsni, yanılam qanday qilamiz degan shaxsni bir yerda o'ltirish, turmoq sulab qo'yish, unda muvazinatimiz yo'q. U odamning jamiyatda yashash haqqi bor. Jamoatning ichida ham o'xshash o'zi aralashgan doirada ijtimoiy munosabatni saqlab kelsa, u o'zining ixtiyori. Biz u masala hal qilinib qolgan bir masalaning ustida qaytadan adovatlashga, husumatga, ziddiyatga sabab bo'lgan bu amalni qayta chiqmaylik deyman. Men bu tavsiyada. Shunlashqa ash prinsipni o'chkirib qolgan taqdirdami, nima qilmoqlar? Ikkinchi axloq prinsip tavsiyasi Qur'oni Karimdan tilg'alama. Ey iymon etqanlar. Yoki bo'lmasa Allohga ishonganlar, yoki o'zingning mavjudiga ishonganlar. Men Allohga ishonganlar desam, ba'zilar xato tushunib qolsa, o'zimizning mavjudiga ishonamdik, boshqa ishonmadik. Biz yashayotgandik, boshqa mushuning mutmainlik bilan ishonsak, yar, rasman yashatmay ulag emas ekanman desak, ey yashayotganlar degan gap bu. Ey yashayotganlar. Bir singlar masxir qilmanglar. Mana zamin ustida yashab bir singlar masxir qilmanglar deb bo'lib buyruq berayotganimiz to'xtaydik, ammo uni tushuntirib qo'ydi. Belki de masxir qilingan qavm masxir qilgandan ustun bo'lib qolishi mumkin dedi. Shunlashqa, masxirdimi, adovatdimi, husumatdimi mumkin bo'lsa buning eng zarar az shaklini qo'llanib, tavsiya, taklifli shaklda, yozma shaklda bersanglar, kelsa manda shaklni qanday qilasan desanglar, biz shura hay'atining yig'indimi, saylimimizdimi dedik. Bizningki qalbimiz har kimga ochiq, sog'lom. Mushu bizning harakatimiz, milliy manfaatimiz, davlat manfaatimiz zararga uchramaydigan, qarindoshlik qimmat qarashimiz ziyon uchramaydigan holatda bizga bergan har qanday samimiy taklifga qalbimiz ochiq. Ammo bu deganlik hamma samimiy taklifni biz ijro etib chiqamiz emas. Biz birlik keladigan yerga kelamiz. Chunki mustaqil bir harakat bo'lish sifatimiz bilan bizning ana prinsiplarimiz, bizning harakat mizonlarimiz aşkara ve yuşurun kılalaygan taraflarımız mevcut arkadaşlar. Bu küçümüzden bağlılığını gösterdik bu kadar. Bana sen başka olmalı, küçümüzden bağlılığını gösterdik. Üzümüzden işi de el kıldık, taraflarla görüşelim, taraflarla bir müresseh kılalaygan bu iktidarımızı gösterdik. Şunlaşka bu meselelerde ama adavet şeklinin ki muşun halet bilen bütünleyi takip gitişini suvallağı minutça emmesi cevap verip oldum arkadaşlar. Bir yerde yuşurun kalan bir nes kavga yok. Yani üçüncü tavsiyesim ahirki tavsiyesim biz qarindoshlar ming qilmasimi garchi bir masjidga to'planamizakmi, bir siyosiy ko'z qarashga bir yak kelanmasakmi, yoki biz harakatda bir yak bir namoyishga hammamiz kelanmasakmi, barliq sharqiy turkistonliklarning oldiga birdan berib sana davlat kerakmi desa, men kerak deydi. Mushu nuqtaga bir kelaylik. Qolgan kichik ixtiloflarni mumkin bo'lsa to'r yuzida Facebook, ijtimoiy aloqa supullarda bunu yazsak
Köngül bir aramçılık kim gildiyse yaygan adam kep qaladı. Çünkü at aylanıp uqurun tapar degen gap ba. O atqan mavu sağlam bolmagan göz qaraş, sağlam bolmagan hakaretlik tüsüne algan bazı ibareler aylanıp üzümüz kep qaldı. Çünkü muşun adamı müşahede bir qancha qarindoshlardan söz bilashganlar muşun ifodalagandan dedi rast dedi. Biz bunda o'chal so'zlab qo'yaptikimiz o'zimizning beshimiz keldi dedi. Ha bizning palonchining bolasini ajab bir ma'no tegib ketdi degan to'q buga o'zimizning bolasi JP tegib ketdi deganlar bo'ldi. Shunga aniq. O'zimizni kip qilishdan burun o'zimiz qilmaydi. O'zimiz çünkü samimiy bo'lgan odamga bir ziyon ketmaydi. Banchiqlik birimiz kamlab qolmaydi. Yoki uning kallasi bir zarar uchrab qolmaydi, nervisi bir shalg'unlashib ketmaydi. Agar samimiy bo'lgan odam esa xotirjamlik keladi. Yani söz qilganda, fikir bergan chaqda diqqatli konuşaydı. Çünkü bu so'riq va olam. Bu tamnomi tushib va degan gap, hali bir shpion ba degan gap emas. Buni xotirlab turg'ichi malaklar ba degan gap qarindoshlar. Xotirlab turg'ichi malaklar borligining ma ikki muyirimizda ikki farishtaniki kunda qilgan harakat so'z, qilmish, o'y, xiyollarimizni xotirlab Rabbimiz yetkazib turgan bu amaliyatini, bu ijroatini kuzataymiz. Uning sizmi bizning ko'zlayotgan shu millatninki muhojiratga ko'zlari bo'lgan bu amonat ko'zlar aparash shaklida kuzatib. Kuzatayotgandan biz o'zimiz qanchalik pokiz ko'rinsak, qanchalik sog'lom ko'rinsak o'zimizga yaxshi. Allah razı olsun. Barliq programmaga ishtirok qilgan, müşahede tashkillagan Istiqlol mediasiga, qarindishim Abdullah Yalqunga va buning orqasida xizmat qilayotgan studiyadagi barliq qarindoshlarimga ve muşi jarayonda meningki Avstraliyadan müşakelgan safar jarayonimda bana sohibxonlik ko'rsatgan, o'zining uyida bir kishilik o'rinni berib, dasqini bir kishilik o'rinni berib, meni o'zining bir qarindishi deb hisoblagan barliq cho'nglarimga salomimni, hurmatimni bildirman. Bugun safarim bo'lganlik sababdan mushu munosabat bilan dunyoning har qaysi joyida qarindoshlarimdan halollik istayman. Allah razı olsun. Allah mening safarimni xotirjam qilsin. Mushu millatga omonatni olgan mushu kichikkina 1 metr 60 santim kelgan bir Nur Muhammadning bu yukini yengilatish millatning mas'uliyati. Buni manda tushunsak, Allohning nusrati hamon keladiga bu nusratdan deydi. Gapim uzroq ketib qoldi. Ammo nusratninki moyiti to'g'riliq jiqadamlar nusrat keldi manda deb tashviq qilmay, nusratni Alloh subhanahu Qur'oni Karimda jannatni tasvirlab ko'zlar ko'rib boqmagan dedi. Xiyolga chirib boqmagan dedi. Ma tam anglash başka sezgilerimiz bilan hech qachon his qilib boqmagan bir mukofot keladi dedi. Bizga keladigan bu nusrat nima? Mayli mustaqillik nuqtasidan bo'lsin, o'zimizning haqiqiy qalb mustaqilligi, fikr mustaqilligi, iroda mustaqilligi, ruh mustaqilligidan tiklashdan tortib ibodatimiz orqali vujudga kelgan bu kelgusida bizga mukofotni ko'zlasak, hozir bu dunyoda ko'rilmaydi u narsa. Men hozir menga birisi menda mukofot bersin deb orzu qilmayman. Ammo lekin Allohning menga, xalqimning menga mening qilgan xizmatimdan hamon bir kuni chiqarib, ay bayatında bitap ketdim, davlat atımız sabit damanlarını hiç kim kömegen. Bugün Cumhuriyet günlerinde bu medalını takışımızki sebep şu. Kömegen ruhni miras ağallıqımızda. Hiç olmagan çağda biz ölgenden keyin muş qilinishimiz ma ishlarning tepasidan mushinchilik yerda tuğanti deb eslab qoldik bir xatirimiz qolsin. Allah razı olsun tekrar. Hammalarninki mush vaqtlar xayrli olsun. Dunyoning har qaysi joylar qarindoshlarimdan so'raydiganim safarimizning yalğız Avstraliyaga hozir qaytayotgan uchoq safarimdan emas, bu mushkul bo'lgan vaziyat safarimdan, da'vo safarimdan xayrlik bo'lishini duo qilib qo'yishlarini, bu jihatda sog'lom fikrlarninki berilsa qalbimning, vujudimning ochiqligini hozirda aytayman. Rahmat. To'g'ri so'zlash Allohdan. Hidoyat Allohdan. Nafsim orqali xatoligim bilan qilgan bu mening zalolatimdan deb qabul qilaman. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hakikaten ayeti uzun çalıştım sizni. Köp rahmat aytamiz. Allah razı olsun. Müşahede tugatgan bo'lsak, agarda sizniki men hamda yillardan buyon tunish jarayonidan pat ayeti esil mazmunli she'rlarni yozib qo'ysiz o'zingiz to'rda faoliyatda Avstraliyada o'qigan. Men hatta bir programmada men sizning shu kunib ketib degan she'ringizni bir programmada o'qigan esimda bor. Agarda o'qib beray desangiz uning bilan tugasak, abayim bir tilg'anib chiqdi. Siz o'qib beraman. Agarda men hozir naga qo'yib qo'yganligim nadir ism yo'q lekin. Telefonim bor, achirsak. Telefonimda bor.
Açıkçası diye ne dedim ba torladım ba. Aş Facebook'ta lekin akirsak. Sizning ovozingizni anglasak yaxshi bo'ladi. Telefondan akirib olgan bo'lsanglar. Aziz milletimiz, yuqorida qarindishim Abdullah bir she'rini o'qib berishga taklif qildi. Bu o'zimizningki shu hozirgi millat davlat manfaatiga naqadar so'z qarag'anligimiz, qarab qolganligimizningki bir amaliy hissiyotimdan chiqqan bir nima edi. Ammo men o she'rni emas, yana bir mana hozirgi suhbatga tegdim tushadigan yana bir she'rim bor. Shuni o'qib berishni tavsiya qilaman. Chunki bizni millatni umidga boshlash hammamizning majburiyati. Ham uningda ham til munosabati jihatdan yuqori klassik tillarni ishlatganligim uchun ba'zi odamlar o she'rni anqiramay qolganlar bor. O'qib berganda maydonda bu ba'zi gapni toz tushunmay qoldik degan taraflar bor, ammo bizga hammamizga tunishlik bo'lgan. Hammamizga xotirlaydigan bir xil mazmun bilan yozilgan yana bir she'rim bor. Shahidlar tuproqi Sharq Turkistonda. Agar musoada bo'lsa shuni o'qib bersin. Albatta. Xo'sh. Hammamizga ma'lum 2009-yili iyul oyida, ya'ni biz hozir iyul oyini 5-imizni o'tkazib ketdik. Sharqiy Turkistonningki iqtisodiy markazi bo'lgan. Poytaxt emas, men poytaxt desa xato qilib qolamiz. Sharq Turkistonning poytaxti, birinchi Cumhuriyatning poytaxti Kashgar, ikkinchi Cumhuriyatning poytaxti G'ulja. Şoňlaş Urumçi bizning poytaxtimiz emas. İqtisodiy poytaxtimiz, iqtisodiy markazimiz. Ya'ni jamoatning to'plashiga yer. Xo'sh. Shu yerda bo'lgan bir qirg'inchilikninki mas'ulidan kelib chiqqan millatimizning hozirgi kelgucha shu ham qabohatlik nuqtasidan, ham amaliy ijroat nuqtasidan yashayotgan bir nimis bo'lganligi uchun men shu 2009-yil iyul voqeasininki 12-yillik munosabatida bir she'r yozgan edim. Shuni o'qib bersam. Xo'sh. Şahitler tuproqi Sharq Turkiston. 5-iyul 2009'daki Urumchi qirg'inchiligining qatlamining 12-yillik munosabatiga bag'ishlayman. Vatan suyarlarning kesilgan boshlari o'rlik qasrlarining ul tashlaridir. Mana bu xotiramdan ilingan narsa. Maşallah. Men Taklamakandagi bir tal qumdanisi. Shundaq sen sanat mı tüketemeydiğin sanның başlama men. Talaylar destigen, fakat Uygur'un pepsiyle külgen. Köp köçken, amma yuqalmagan kuyeğap burallarda. Ot çaçar ejdaharının qahrige tiz pükmegen. Men turpandaki karız suye, kurmun zeherde bulganmagan. Tanrı kut, idi kut, talay kut, kuçkan zeferde. Yavğu baş egmez ivurgul tağımen, taşlarımda mın iren, ni zevalda öğrü turgan, tarihini açkan, şan kazangan ezelde. Men Tanrı tağının bir taşı, düşmen geçellengen uqi, tizlinip yaşaş namus dep kökrekli kergen çokisi. Baylık tügül koynumdaki konguz üçün sep düzep basqonga karşı oğlugan kök börisi. Men udunun kaşteşi, Zerapşan ve Yurun kaşta yuyulgan, İçim teşim nurgu tolgan, yilin ayran suikastin nasibem bulmagan, kımmetim ezelde bar, barlıkım ebedki yar, ni aziz şahlar başıda tac küzi la'li bulup taşlanmagan. Men Kaşigar'nın korganı men, ordu kent servazı men, hah tupanda, hah debirde, parça kisegim düşmügen. Şahını palta keselmez mezmut çınarının yıldızı şerhte Çin, garipte Rımga sayı bergen rızkıga tup çaçmagan. Men atış adimi at çaptırıp canlar kılıp hiç kanmagan. Arçizarlar köygendi mu
taştın üngen kar leylisi. Bala sağın ve kuz ordula şeytanla harap eyligen, himmeti cahangı saz, hiç kaçan mağlup digen şermendi namga kanmağan. Men yeni sahanın şemşiri, tümencil tavlanıp kısas süydü juğurulgan, kes dep emirde edli üçün iblisni parça eyligen. Öz nesli üçün, öz nefsidin keçken bahadır pehlivallah buğuni. Zatıdın Türk yurtini ta kıyametke kadar Türk'nün kılışka bel bağlagan. Men ili deryasının şavkulları, Altay itekinin kaplını, Lopnur'daki bilikçinin karmakı, Kelpindeki çölünün arslını. Aksu küsen, niye çıra bağ bostan sahibinin neslimen, ağzıdın güher tamar sumru kuşumen, elgi ziyan salmağan. Men Efrasayaf kurgan şehir ahalisi. Beş balıkның yerliki. Ürümçide hiç yer yok bir mekanның varısı. Bermigen müngüzü koş kelgendi mu, bermuduk bermek deyiş bizgi yat. Şu gurur bilen tunulduk, hem ataldık, yurtidin hiç tanmağan. Men yıl kırgınıdı kesilgen bir Uygur başı. Şundu mu, kirilgen çişlerim, küzümdü gazep. Men fakat öydün çıkan, emma esligi qaytkan bir yolçimen, yollarında yoldaşlık iterge ne güzel ör periler armağan. Maşallah. Allah razı olsun. Maşallah. Allah razı olsun. Hakikaten. Yani bu pat-patmışdan şiirlerini yazıp insanı hakikaten heyecanlandırdıgan derslerini yıllardan beri körüp kilovatımız. Allah kalbimizi tekembek ötkör kılsın. Mana bu biz. Yani vatanның hemme partisi biz. Hoş. Yani ortaklıkımız mana müşahede. Elbette. Hemmemizin tarihi kimligi, hazırlık kimligimiz ve kelgüsü kimliğimiz mücessemleşken neyse bu boğallık için milletimizden ki bu meselede muşunu üzümüzge dostane bir tavsiye şekilde dedi. Yani ben diginim yani şu milletim. Elbette. Buna elak. Degen için doğru için ümit kılıma. Allah Allah razı olsun tekrar hemmenlağa ailelerine hatırcamlık milletimizdeki bu dava işleriga bir muvaffakiyet ve şundakla vatanda yaşayatkan bu milletimnin istiklalıga çin dilimden itiqat bilen selamun aleyküm ve rahmetullah. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Kadirli körmelerimiz, şuna kalıp bugünkü alaydı san programımızın bir şeyde ahırlaştırması hakikaten her taraftan zihnimiz kilişi mümkün boğan suallarının hemmesini sordum dep qarayman. İnşallah bunu iki kördüğün qeyrindaşlarımız mı bunu köplep yani kömigellerge mi hem beherlep taqit koşanlarına ümit qilamiz. Davayımız inşallah düşmanımız qançilik hile dayran işlesin. Her günü bizim aldığımız tutuşun qandaq necisliklarni o'tirg'a chiqasin ki ahirgi tiniqimiz qag'icha bu haq yo'ldan qat'iy ayrilmaydiganligimizniki bir isbotini anglab o'tdik degan gap. Har birimiz Sharq Turkistonlik erkin dunyoda yashayotgan har bir Uyg'ur bu ruhda yashashimiz kerak deb qarayman. Rabbim bizlarni ham mushu ruh bilan xizmat qilishdan ayirmasin deb tilaymiz. Allah ömür verse. Yeni bir qatımlıq programımızı görüşküçe aman boğaçlar. Assalamu alaikum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.